O'tgan soatlarda Yaqin Sharqda AQSh va Eron orasidagi keskinlik oshishda davom etmoqda va ayni shunga doir eng so'nggi xabarlar. Eron AQShning Hormozgon viloyatini bombardimon qilgani uchun javob hujumlarini boshlaganini aytganidan so'ng Bahrayn va Kuvaytga havo hujumlari boshlangan. Ikkala davlatda ham sirenalar yangragani, raketa va dronlar urib tushirilayotgani xabar qilingan. Ko'rfaz davlatlari Eronning bu hujumlarini qoralab chiqishgan. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Bahrayn va Kuvaytda 85 ta AQSh harbiy inshooti yo'q qilinganini aytib chiqqan. AQSh markaziy qo'mondonligi esa Eron ichidagi 80 dan ortiq nishonga zarba berganini va bu zarbalar seshanba kuni Hormuz bo'g'ozida 3 ta kemaga qilingan Eron tomonidan uyushtirilgan hujumlarga javoban bo'lganini aytgan. Eron ommaviy axborot vositalarining ta'kidlashicha, AQSh zarba berilgan joylarning aksariyati tinch aholi, jumladan baliq ovlash punktlari va telekommunikatsiya minorasi bo'lgan va sirkka qilingan zarbadan so'ng bir nechta odam kasalxonaga yotqizilgan. NATO bosh kotibi Mark Rutte AQShning Eronga qarshi so'nggi hujumlarini himoya qilib, Eronga hujumni mutlaqo zarur amaliyot deb atagan. Agar sulh tuzilganidan so'ng va Eron sulhni buzayotgan bo'lsa, menimcha AQShning qat'iy munosabat bildirishi juda muhim degan u. AQSh prezidenti ham Turkiyaning Anqara shahrida bo'lib o'tgan NATO sammitida jurnalistlarga biz kecha kechqurun eronlik juda xavfli odamlarga qarshi juda kuchli zarba berdik degan va ular kasal. Ular, ya'ni Eron hukumatidagilarning fikrlashlarida biror bir muammo bor deb qo'shib qo'ygan. Bundan tashqari AQSh prezidenti jurnalistlarga Eron bilan o'zaro sulh memorandumi vaziyatdan kelib chiqqan holda tugaganini aytgan. Ularga juda qaqshatqich zarba berdik. Biz ularni ogohlantirganmiz. Eronning har bir zarbasi javobsiz qolmaydi. Ular noxolis o'yinchilar. Katta ehtimol bilan endi hammaga hujum boshlashadi. Hatto menga ham. Eron bizga yoqmaydi. Eron shaxsan menga yoqmaydi. Ular vahshiy odamlar. Eronning atom infratuzilmalari yo'q qilinadi. Bundan tashqari, NATOdan ham mamnun emasman. Ular bizning Erondek terrorchi davlatga qarshi urushimizda yordam berishmadi, degan Donald Trump.